Surxondaryo Qo'qondan keyinmi deganman-da. Biz bilmay yurgan ekanmiz, a? Kerak edi. Qirgan vaqtingiz fikrimiz chalib qolyapti. Qanaqa? Shoshmang, bitta savol berib olay. Yo'q, eng qayerga kelin bo'layotganini ham bilmaydi. Mana bu ko'rinyapti-da. Yo'q. Bu xato. Payti durma siz chaqirib Tugadi savol. Kamera qarab gapiram yoqam. Javobini aytmaydi. Tong o'tmaydi o'sha kun. Eng hayajonli holat. Shoshmang, bitta savol berib olay. Qiziq nuqta ham aynan mana shu yerda. Yana Surxondaryoga kelin bo'larmidingiz? Yo'q. Ishtirokchisi siz bo'lishingiz mumkin. Keyingi ishtirokchimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Mana shu nuqta, qiziq nuqta. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, e'tiboringiz markazida Qiziq nuqta podkasti va bugun ilk suhbatdoshimiz Termiz shahrida faoliyat yuritib kelayotgan mahalla yoshlar yetakchisi, yoshlar lideri Muruvvatxon opa mehmonimiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Men Termiz shahar Baynalmilal mahallasi yoshlar yetakchisi Tursunboyeva Muruvvat Abdulkasimovna bilaman. Muruvvat opa, bilamizki, siz Termiz shahar Baynalmilal mahallasida yoshlar yetakchisi lavozimida bir necha yildan buyon faoliyat yuritib kelasiz. Agar yoshlar yetakchisi bo'lmaganingizda qaysi sohani tanlagan bo'lardingiz? Men mahalla yoshlar yetakchisi lavozimida 2022-yildan buyon faoliyat yuritib kelaman. Agar men mahalla yoshlar yetakchisi lavozimida faoliyat yuritmagan bo'lganimda, hozir men vrach bo'lib o'z faoliyatimni davom ettirayotgan bo'lar edim. Tibbiyot sohasini davom ettirmasligim uchun avvalo men o'zim hamshiraman. Hamshiralikka o'qib faoliyat yuritganimda onam yo'q bo'ldi, men endi seni boshimga yostiq qilmayman, turmushga beraman deb Vodiydan Surxondaryoga kelin bo'lib tushganim. Vodiydan shunday kelinimiz bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz, a? Vodiyni Marg'ilon shahridanman aslida. Marg'ilon shahridan bu yerga kelin bo'lib kelishim davomida qaynonam bizda uyimizga qarindosh, onam bilan qaynonam aka-singilli farzandlari va meni farzandlik qarindoshlik nima deydi? Qarindoshchilik uzilmaslik nimasi uchun meni rishta ko'prik sifatida Surxondaryoga kelin qilib yuborishgan. Shunaqa. Unda men o'zim Surxondaryoni buncha uzoqligini bilmaganman va turmushga chiqib o'sha to'y bo'ldi, kelyapmiz. Ayamga aytibman, ayam onamga aytibman, endi biz aya deymiz. Shunda aya deyman, Surxondaryo Qo'qondan keyinmi deganman-da. Keyin ayam aytganlar, voy bolam bechora, qayerga kelin bo'layotganini ham bilmaydi degan shunday holatlar ham bo'lgan. Shuncha yo'l uzoq yuramiz, hech yo'l tugamaydi. Kelamiz, to'xtaymiz. Oxiri bir narsa qilib Surxondaryoga yetib kelganman. 20 yil ichida necha marotaba Vodiyga borib keldingiz? 20 yil ichida farzandli bo'lgunimga qadar har 2-3 oyda borardim. Hozir farzandli bo'lib, farzandlar katta bo'lgandan keyin tashvishlaringiz ham kattaradi. Ular maktabga chiqadi, kanikul. Hozir bir yilda bir marta boraman. Eng qiziq joyi ham mana shu joyi. Shunaqa. Uzoq yurtdan kelib, bu yerda ham kelinsiz, ham onasiz, ham uy bekasiz, ham davlat xodimisiz. Hayotingiz davomidagi eng qiyin vaziyatingiz qaysi vaziyat bo'lgan? Bilasizmi? Qiz bolaga uzoqdan deydi, nima deydi? Uzoqqa turmushga chiqish bu palaxmon toshi avvalo, taqdir. Ushbu jarayonda juda men hozirgacha qiynaydigan narsa ayol kishini bu yerda masalan meni opam, ukam, xolam, tog'am, yaqinlarim yo'q. Albatta endi turmush o'rtog'imning xolalari, qarindoshlari bor. O'zimniki yo'q. O'zingniki baribir eng qiyin vaziyatlaringda o'zingniki bo'lgani yaxshi. Keyin mana bu bayramlar bo'ladi, dam olishlar bo'ladi. Shu paytda boradigan joy yo'q bolalarimizni, masalan, hamma ham dam olish kuni onasinikiga boradi. To'g'rimi? Onasidan xabar oladi, yaqinlari bilan birga bo'ladi. Menda farzandlarim gohida menga ham shunday savol beradi. Aya deydi, nimaga shag'dan shaqqa turmushga chiqqansiz? Bormaymizmi xolamnikiga yo buvamnikiga degan savollar berishadi. Shu payt bir o'ksik bo'laman, lekin iloji yo'q, oila uchun chidaymiz. Muruvvat opa, siz eng ko'p kimni sog'inasiz? Dadamni sog'inaman. Hozir oramizda yo'q. Otasizlik juda qiyin. Agar otam hayot bo'lganlarida
Yonimda meni suyanchig'im bo'lganliklari uchun men otamni Qilingan bo'larmidi? otam hozir hayot bo'lganlarida mana ushbu yutuqlarimni ko'rib albatta xursand bo'lgan bo'lardilar. Doim qo'llab-quvvatlagan bo'lardilar, chunki otam ham davlat xizmatchisi bo'lganlar. Rais bo'lganlar, u kishi ham. Men o'ylaymanki, hozirgi faoliyatim ko'rganlarda otam ham xursand bo'lardilar. Bilasizmi, sizni men ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boraman. Menimcha bizni tomosha qilayotgan hamyurtlarimiz orasida ham sizni kuzatuvchilar bo'lsa kerak albatta. Sizni ilk bora Davlat xavfsizligi xizmati kubogida o'sha kubokni olib baqirgan vaqtingiz ko'rganman, o'sha yerda taniganman. Siz bugungi kunda yoshlar bilan ham ishlash borasida, qolaversa turli tanlovlarda, musobaqalarda o'zingiz ham faol ishtirok etib borasiz. Keling, mana shu haqida gaplashaylik. Albatta, meni mahallamdagi yoshlar, nafaqat bu meni mahallam yoshlar, bular meni bir oilam deb qabul qilganman. Ularning har bitta yutug'i ham, mag'lubiyat ham meniki, bizniki birgalikda. Biz shu Davlat xavfsizligi xizmati kubogi uchun 2 yil mobaynida kurashdik. 2 yil mobaynida shahar viloyat tumanlar o'rtasida birlashdik va oxiri 2025-yilda biz viloyatda birinchi o'rinni qo'lga kiritib, respublika yo'llanmasini qo'lga kiritdik. Bu meni ham, mahallamdagi yoshlarimni ham, shahrimizni ham, viloyatimizni ham yutug'i. Bu bir necha yillar mobaynida nafaqat yoshlaringiz, balki o'zingiz ham ko'plab musobaqalarda ishtirok etib, yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelyapsiz. Bu faoliyat davomida 2022-yildan buyon ishlab kelayotgan bo'lsam, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Chunki bu mening yutug'im, mahallam yutug'i. Nafaqat har bir yoshlar yetakchisi o'z ustida, o'z faoliyati davomida harakat bilan to'xtamasdan harakat qilsa, albatta natijaga erishadi va bu 2025-yil menga juda omadli yil bo'lib keldi. Men bunda eng namunali mahalla yoshlar yetakchisi ko'rik tanlovining respublika bosqichida faxrli o'rinni qo'lga kiritdim va 2025-yil 4-chorakda top 100 talik yoshlar yetakchisi ro'yxatiga kirdim va respublika bo'yicha yoshlar yetakchilari bilan birgalikda Xitoy davlatiga ham delegatsiya bilan birga borib o'quv seminarlarida ishtirok etib keldim. Mana shu joyiga qarsaklar, bu haqiqatda havas qilishga arzigulik natija. Demak, qadrli tomoshabinlar, biz qiziq nuqtamizga keldik va bizda tezkor savol-javob. Men sizga savollar beraman va uzoq o'ylanmasdan tezkorlik bilan javob berasiz. Bir kunda nechta yosh bilan ishlagansiz? Eng ko'p. Eng ko'p ishlagan yoshlarim bir kunda 20-25 dan ziyod. Yoshlar tomonidan berilgan eng g'alati noodatiy taklif nima? Yoshlar tomonidan ko'plab g'alati takliflar bo'ladi. Bunda masalan biz sport tadbirlarida yo'nalishida bo'ladigan bo'lsak, eng asosiysi hozir bilasiz, bizda yoshlarimizni ro'yxati mahalla hududida shunday ulardan taklif keladiki, biz shu ro'yxatga boshqa mahalla hududidan olib kelib ishtirok etaylik degan taklif. Menimcha bu muammo har bitta yoshlar yetakchisida kuzatilsa kerak. Eng katta xatoyingiz? Eng katta xatoyim nima desam bo'ladi? Eng katta xatoyim mana bu reja qilingan ishimni o'z vaqtida bajarmasligim. Xizmat faoliyatingiz davomidagi eng esda qolarli vaziyat? Eng esda qolarli vaziyat bu kulgili yoki ko'ngilni xira qiluvchi? Bunday vaziyatlar juda ko'p bo'ladi. Mana aynan shu ba'zida faoliyatim davomida ish vaqtidan sal kechikib qolishim yoki yo'q, bu yolg'on. Men hech qachon harakat qilaman. Men oldimga maqsad qo'yaman va buni men uddalashga harakat qilaman va shu paytgacha hali hech qachon ishga kech qolganim yo'q. Ishga kech qo'ymayman, ish mendan kech qoladi. Bu to'g'ri. Motivatsiya yo'qolsa nima qilasiz? Motivatsiya yo'qolsa men eng kenja farzandimni bag'rimga bosaman. Siz 4 yillik yoshlar yetakchisiz. O'zingizdan keyin mana shu sohaga kirib keladigan yoshlar uchun top 3 ta maslahatingiz. Lider yoshlar yetakchisi bo'lish uchun. Birinchisi avvalo o'z ustida ishlash, oldiga maqsad qo'yish va berilgan vazifa topshiriqlarni o'z vaqtida bajarish. Tanla yoki javob ber. Mahallada 100 ta yosh yig'ish yoki bitta muammoni hal qilish. Bitta muammoni hal qilish. Tadbir o'tkazish yoki bitta yosh bilan individual ishlash. Tadbir o'tkazish. Qattiq qo'l rahbar yoki do'stona yetakchi? Do'stona yetakchi. Demak, qattiq qo'l rahbar bo'lgandan ko'ra do'stona yetakchi bo'lish sizga afzal. Siz uchun eng hayajonli daqiqalar?
Men uchun eng hayajonli daqiqalar mana 2025-yilda shu namunali yoshlar yetakchisi ko'rik tanlovida viloyat bosqichini g'oliblikni qo'lga kiritib, Surxondaryo jamoasi bilan respublikaga borganimizda u yerda jarayonlar juda qizg'in. Chunki respublikada eng lider yetakchilar yig'ilgan. Hammasi o'z ishining ustasi. Faoliyat davomida ko'plab yutuqlarga erishgan. Bir xonaga hammamiz yig'ilib 14 ta shahar viloyatlardan kelgan yetakchilar o'tiribmiz. Har bitta qilgan ishimizni himoya qilamiz. Foto albomlarimiz bilan qilgan ishlarimiz bo'yicha taqdimotlar, shu jarayonda hammani bitta tinglaydi hakamlar hay'ati va o'tib chiqdingiz, undan keyin javobini aytmaydi, birdaniga kim g'olib bo'lganligini kutasiz. Eng hayajonli daqiqat o'sha joy. Kutamiz. Eng qizig'i bilasizmi nima? Tadbir tugadi, tanlov tugadi, hamma narsa tugadi, lekin sizga hali ham natijani e'lon qilishmaydi. Aha. Kutasiz, yana kutasiz. Tong o'tmaydi, o'sha kun ertasi kuni e'lon qilindi. Kurs qanday hayajonlida, uni nima bo'lganini hech kim bilmaydi, lekin bor biladiganlar sizga aytmaydi uni. Biz bordik, hamma yig'ildi. O'tiribmiz, davlat rahbarlari, Alisher Zafarovich, Qahramon Qo'chqorovich, hamma kelgan. E'lon qilinyapti yo'nalishlar bo'yicha. Shu payt oxirida aytayapti. Termiz shahar, Surxondaryo viloyat Termiz shahar Baynalmilal mahallasi yoshlar yetakchisi Tursunboy Umurova deganda ana kutilmagan natija. Eng hayajonli holat. O joyda nafaqat men bilan birga qo'shilib borgan hamkasblarim, mas'ullarimiz ham kutilmagan natijada xursand, kutmagan ko'zda yoshlar bilan hayajonda, baland ovozlar, quvonchli. O'sha lahzalar eng hayajonli lahzalar. Tanlash imkoni bo'lganda yana Surxondaryoga kelin bo'larmidingiz? Qiziq, kutilmagan savol. Aha. Qiziq nuqta ham aynan mana shu yerda. Agar yana imkon berilganda yo'q. Biz bu javobni sizdan kutmagandik. Nega? Sabab ko'p, lekin taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi. Baribir yana aytaman, qiz bolaga uzoqqa turmushga chiqib, uzoqda faoliyat yuritish, uzoq bo'lish juda qiyin. Bu yerda men nimani nazarda tutaman? Bu yerda ish boshqa bu hamma narsa men kutgandan ham a'lo. Men Surxondaryoni qadrlayman, hurmat qilaman va qolaversa hozir Surxondaryo uchun borma berib xizmat qilaman. Oilam, farzandlarim hammasi uchun minnatdorman. Lekin vaqt kelganda onam betob bo'lganlarida oldilarida bo'la olmayman. Uyda bir tadbir bo'lganda men qatnasha olmayman. Uydagilar bilan bir yig'ila olmayman. Ana shu joyda, ana shu nuqta uchun men yo'q degan javobni berdim. Umid qilamizki, sizni Surxondaryoga kelin bo'lish fikridan qaytaradigan narsa, yagona narsa bu masofa uzoqligi. Negaki, Surxondaryoning aholisi o'zi yurtimiz qaynoq, insonlarimizning qoni qaynoq, Surxondaryo aholisi o'zgacha mehribon, mehmondo'st. Bugungi ajoyib, samimiy suhbat uchun tashakkur aytamiz. Suhbatimiz juda ham ajoyib o'tdi. Ushbu podkastimiz Termiz shahar markazida joylashgan Yoshlar markazi binosida tashkil etilgan media markazda suratga olindi. Ko'rsatuvimizda ishtirok etish uchun kommentariyalarda plus belgisini qoldiring. Keyingi ishtirokchimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin.